Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, bugun biz Germaniyaning Düsseldorf shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida oilamlarda degan namoyishni davomlashtirayotganiga 3 kun bo'ldi, ya'ni bugun 3-chi kunimiz. Har vaqtga o'xshash bu yerga chiqqan sabablarimizni erkin qarindoshlar so'zlaymiz, chunki butun dunyodagi Uyg'urlarning yashayotgan kun o'xshash kun, butun dunyodagi Uyg'urlar ko'rayotgan bu qora kunlar, o'xshash qora kunlar, sabablari o'xshash, natijasi o'xshash, barg'ayari o'xshash, to'xtayari o'xshash. Shunlashqa bizlar o'xshash shunday azob chekayotgan qum qarindoshlarningki derigini ololmay, ularning o'tlarida puchilayotgan ota-onalarning derigini ololmay, ularningki o'tlarida puchilayotgan har bir qarindoshlarningki bizning shu hikoyalarimizni anglab, bizga o'xshash mushtaq sablar ketishi umid qilib, bugungidek mushtaq o'zimizniki kechirmishini so'zlab o'tamiz. Hozir shu rasmni ko'rgan barliq yosh bolalar şu ko'zlaridan kelajakninki, kelgusininki umid o'tlari yalqinlab turgan shu yosh bolalarning hammasi bilan men Misrda tanishgan. Töbüden başlay, merhaba Yusuf, Mukaddes Yusuf. Aniken yana ikki qarindosh bor bularniki, ota-onasi bo'lib, hammasi 2016-yilda kampga akirib ketgan. Yaqinda olgan xabarimda Mukaddes yaqinda chiqibdi, 2021-yilda yaqinda hozir bir yer majburiy ishlar yutibdi. Bu merhabamı azraq bo'lgan o'sha chiqqanligi bir yer majburiy ishlar yutibdi. Ya'ni kampda qildiganini qilib, itib chiqarib yana majbur ishlar yutibdi. Bularni ishlash hech qanday ehtiyoj yo'q. Qashqardagi cho'ng boy Yusuf hojim deb amiz qo'ydi. Abu Zarinam o'zi qo'lchidan mana deganda o'zi Misrda namozini ro'zda o'rganib olib beribdi, odam yordamlashib bog'bonchilik qilma degan. Hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Adilcan ben Mısır'da konuşkan. Adilcan vatan ketken çağda 15 yaş 16 yaştı. Yani da programımı yetmeyen bir küçük bir balıktı. Hazır onu apsi Türkiye'de toxtuma izlerken kuvvetli tolu jığırap gözleri acizleşip gitti. Şu kısa kısmı çatak çıktı iken hazır Adilcan 7 yıl kesipti, türümeye kesipti. Lakin türüme demez bir zavut mecbur işleyken onun haberini aldı. İbrahim Oğulculuk. Buna darsi imam şu aşı 2017 etrafında qaytib ketib, shundan keyin hozir xabar yo'q, hech qanday xabar yo'q. Saqmi o'likmi, kamptimi yoki kesibatmi uqmaymiz. Abdurim akam bilan shu Misr tanishgan. 15 yil kesibdi, G'ulji 10 yillik. Azmat, bu Azmat o'zi Urumchilik. Hozir olgan xabarimizga ko'ra bir yerda majburiy ishlar yutibdi. Irshad G'uljilik, balki ko'plar tanishganlar mumkin, o'zi yaxshi ziyoli. İrshad kamnimo tog'liqdan chaqirib akitib 9 yil kesgandan gap bor, lekin xabar aniq emas. Farruh kamnimo kesib aytgandan gap bor, lekin nechilik kesib aytgan o'qimayman. Salih qilishim men Misrda bir ish bo'lib turmaga kirib qolgan chaqda 12 kun to'xtamay meni yo'qlagan. To'xtamay har kuni tamoq akab, ya'ni boshqa ag'inamlar to'xtamay meni yo'qlagan. Ammo bu ag'inam turmaga kirib qolganda, bu ag'inam Xitoyning kamplarida jafo chekib, azob chekayotgan chaqda men hech nima qilib beramadim. Meni qo'limda hech nima kelmadi. Shuning uchun shu vijdon azobini ochig'i bilan mishaga chiqib, o'zimning bir kishi burchini ado qilish uchun misha turyapman. Suhrat meni bilan parallel o'qiganman, bir sinf cho'g'an G'ulchida 3 darvoza o'zi. O Misr bağımlığı ki Türkiye'de Erdoğan bilen bir parça resim düşkenlik için 15 yıl kesiyetkenlikini aldım. 15 yıl kesiyetlikti. Nereden Erdoğan'a salam. Gayret şefkat işkisi biz bildiğin hani kıyamet ağını diye ağıyla müştehdisi buldu. Birisi Mısır'a çıksa yeni birisi mi okuşlarını taşlayıp kendini ağıyla yalnız koymayan Mısır'a çıktı ki. Şunu ola eşede okup kuvvet etti. Bulam şu fakat normal bir dünya hayat uygunluğu çünkü vatanda onda bir şarait bulmalık için hatta bir Kulağlar bilan Bismillahirrahmanirrahim o'rgangilik bir ahvol bo'lmaganligi uchun vatanda Misrga chiqib bir namozimni, ro'zamni, islomni o'rganib olgan ekan bir yaxshi yashay deb shu kirib ketgan paytda hozir yo'q. Birsi tishlikda onliga qaysi tishida qanday bir sharoit tishida o'qimaymiz. Mana Azmat, bu Azmat misoliniki og'asi ham mening og'inam bo'ldi. Bu Azmat uchib ketgan paytda hech qanday xabar yo'q. Mana ko'ringlar. Resimler yaxshi qaranglar. Resimlerdagi men yosh yigitlarning, yosh qizlarning ko'zlariga qaranglar. Bolaning ko'zlariga umidga, armonga, orzuga, hayotga bo'lgan havaslarga qaranglar. Hozir hech nima yo'q. Hozir mushlarning hech qaysi rasmni sizlar kulib qaraganda kulib qarayanmaydi. Ba'zan bo'raklar setilgan bo'lishi mumkin, ba'zi oylarcha kunlar ishlayotgan bo'lishi mumkin, ba'zi o'lgan bo'lishi mumkin, ba'zi so'roqsiz 20-30 yil kesib ketilgan bo'lishi mumkin. Hem qanday bir mumkinchilik bor. Har qanday bir mumkinchilik. Dunyodagi eng yomon ish o'lim deyilgan, o'limni mi yomon ishlarni ko'ryapmiz. Mana butun hammasi mushtaq va mushunga o'xshash millionta yoshlar, qiyrilar, ojizlar, cho'nglar, erlar, ayollar, bolalar mushu bizda chet ellik erkin dunyo yashab qolgan bizning uchun biror ish qilib qolamdiki, bizni mushu xo'rlikdan, mushu azobdan qutuldirib qolamdiki deb
telmirib, birinchi Allohga, ikkinchi bizga telmirib o'tiradi qarindoshlar. O'rninglardan qo'pinglar. Abiyam tek mishak kelsak, Falungonninki namoyishchilar yoki har chorshanba kuni kelib mishay namoyish qilib kel. Falungondek bir botil din, Allohga ishonmaydigan, oxiratga ishonmaydigan mishay bir botil din o'zining dini uchun mishay har chorshanba kuni keldiki, ashlam ishlaydi, 20 yil 30 yil o'tdi, ashlam balları yoki qo'sig'i yoki lekin ishini tashlab bir kun mishay keldiki. Ular qargan chog'da biz dunyo va oxiratda bir haqliqdan ishonganligimiz uchun, oxiratda hisobdan bog'liq ishonganligimiz uchun ulardan yaxshiroq kuch chiqarsak bo'ldi, lekin qilib bo'lmayapmiz qarindoshlar. Uyg'oninglar, uxlayversak uxlagan bitti, biroq qabrga kirib ketamiz, yo'qlab ketamiz. Kelinglar, hozir Germaniyaning 3 shaharda o'xshamaydigan namoyishlar bo'ladi. Hozir Myunxen namoyish bor, Düsseldorf namoyish bor, Frankfurt namoyish bor. Qayerga kelarsanlar, shu yerga kelinglar. Hammanglarni Allohga topshirdim, rahmat.